Bizni zamonimizga kelib do'stlik qayerda qoldi deysiz, birodarlar. Vafo o'lib qoldimi deysiz. Qani haqiqiy do'stliklar? Qani haqiqiy vafolar? Qani jon fidoliklar? Qani bir-birlariga yonida turganda ham, borligida ham, yo'qligida ham bir xil muomala qiladigan do'stlar qani? Pulingga do'stlar bor, mansabga do'stlar bor, nimagadir qiziqdor bo'lgan do'stlar bor, ammo haqiqiy va davomiy bo'lib turadigan do'stlar juda kam. Do'stlik, birodarlar, so'z bilan bo'lmaydi. Do'stlik amalda ko'rinadi. Ayniqsa biz xalqlarimizda ham bir maqol bor. Do'st bo'lsang yonimda tur deydi. Ma'nosi qiyinchilik paytida yonimda tur degan. Xotirjamligingda hamma yoningda. Boshingga ish tushadigan bo'lsa, hech kim qolmaydi.